Tuxumbarakni trenddagi yangicha usulda tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini o'rganib olasiz. Demak, birinchi bo'lib taomimizni tuxumli nachinkasini tayyorlab qo'yamiz. 7 dona tuxumga 7 osh qoshiq mazali kalliq suti, 7 osh qoshiq o'simlik yog'i hamda 1 choy qoshiq tuzni solib, hammasini aralashtirib olishimiz kerak. Nachinkani muzlab olgunicha 4-5 soatga muzxonada qoldiramiz. Men nachinkani bir kun oldindan tayyorlab qo'yib, ertasiga pishirishni boshladim. Endi xamir uchun 250 ml suv, 1 dona tuxum va 1 choy qoshiq tuzni aralashtirib, ushbu massaga oliy navli sifatli turon unidan 500-550 grammini oz-ozdan elakdan o'tkazamiz. Xamir o'rtacha qattiqlikda qorib olinadi. Buni tinishi uchun 15-20 daqiqa xonada qoldiramiz. Tingan xamir yoyishimizga qulay bo'lishi uchun 2 ga bo'lib, yupqaroq yoyib olamiz. Endi diametri 8-9 cm dumaloq forma yordamida xamirdan dumaloqlarni kesib chiqamiz. Kesilgan xamirga muzlagan tuxumdan 1 osh qoshiq solib, chetlarini yaxshilab yopishtirib tugib olamiz. Nachinka muz holatda bo'lgani bilan buni tugib, darhol qaynab turgan tuzli suvga solib pishirishimiz kerak, chunki tuxum tez erib oqib ketadi. Tuxum baraklarni pishganligini shundoq ustiga bosganingizda qattiqligidan bilib olishingiz mumkin. Pishgan baraklarni suvdan olib, bir-biriga yopishmasligi uchun sig'ida ustiga ozgina sariyog' surib olamiz. Bunaqa xamirli taomlarni men kalli sevin qattig'i bilan dasturxonga tortishni yaxshi ko'raman, chunki juda ham mazali, mayin qattig'i ta'mi har qanaqa xamirli taomlar bilan zo'r ketadi. Albatta sizlar ham ushbu usulda tayyorlab ko'rib, bu videoni tuxum barak yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying.